Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. Kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Qaysi davrlar pensiya uchun stajga qo'shiladi? Qaysi davrlar esa afsuski hisobga olinmay qolishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensiyaga chiqayotgan odamlar uchun emas, hozir ishlayotganlar, uyda bola parvarish qilayotganlar, harbiy xizmatda bo'lganlar, chet elda ishlaganlar, yoki tartibda tadbirkorlik qilganlar. Hatto hujjatlari yo'qolgan fuqarolar uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta yetishmagan hujjat yoki o'z vaqtida tasdiqlanmagan davr pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim qo'shimcha staj talab qilishi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va qayerda odamlar eng ko'p xato qiladi? Agar kanalimizdagi shunday foydali ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala har bir oilaga aloqador. Avvalo, staj deganda nimani tushunamiz? Juda oddiy qilib aytsam, ish staji bu fuqaroning pensiya tayinlashda hisobga olinadigan mehnat yoki unga tenglashtirilgan davrlaridir. Ya'ni odam faqat korxonada ishchi bo'lib ishlagan davri emas. Ayrim hollarda harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qishning ba'zi davrlari, nogiron bolani parvarish qilish, ishsizlik davri, tadbirkorlik faoliyati kabi holatlar ham stajga ta'sir qilishi mumkin. Oldin ko'pchilikda asosiy hujjat mehnat daftarchasi edi. Mehnat daftarchasida qaysi korxonada qachondan qachongacha ishlagani yozilgan bo'lsa, odamlar shunga ishonib yurardi. Lekin amaliyotda juda ko'p muammolar bor edi. Masalan, korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmaydi. Mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan, lavozim nomi noaniq yozilgan. Ishga qabul qilish buyrug'i bilan ishdan bo'shatish buyrug'i orasida farq bor. Natijada fuqaro men 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 21 yil chiqadi. Mana shunday paytda qo'shimcha ish stajini tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Hozir esa elektron tizimlar, yagona mehnat tizimi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Ya'ni faqat men ishlaganman deyish yetarli emas. Ish davri rasmiy bo'lganmi? Ish haqi hisoblanganmi? Majburiy to'lovlar to'langanmi? Buyruqlar mavjudmi? Arxivda hujjatlar bormi? Mana shular tekshiriladi. Bu o'zgarishning ijobiy tomoni bor. Kelajakda hujjat yo'qolishi kamayadi. Lekin salbiy tomoni ham bor. Avvalgi yillarda norasmiy ishlaganlar, hujjati to'liq bo'lmaganlar, mehnat daftarchasi noto'g'ri yuritilganlar ko'proq qiynaladi. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Odam bir joyda 7 yil ishlab, keyin boshqa joyga o'tgan. Lekin birinchi ish joyi xususiy korxona bo'lgan, keyin yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Buyruq raqami noto'g'ri, arxivda hujjat topilmayapti. Pensiya hisoblaganda shu 7 yilning ammasi emas, faqat hujjat bilan tasdiqlangan qismi olinishi mumkin. Fuqaro esa bundan norozi bo'ladi. Shu sababli men har doim aytaman. Pensiya yoshiga yaqinlashganda emas, undan ancha oldin stajingizni tekshirtirib oling. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlarga qo'shimcha staj hisobga olinishi mumkin? Men buni bir nechta toifaga bo'lib tushuntiraman. Birinchi toifa, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin pensiya hisobida ko'rmayotgan fuqarolar. Masalan, siz 1915 yildan 2002 yilgacha zavodda ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana bor. Lekin pensiya jamg'armasi sizga arxivdan tasdiq kerak deyishi mumkin. Agar arxivda buyruqlar, shaxsiy varaqa, ish haqi vedomoslari topilsa, shu davr qo'shimcha staj sifatida hisobga olinadi. Agar faqat mehnat daftarchasi bor, lekin undagi yozuv qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, ayrim holatlarda u ham asos bo'lishi mumkin. Lekin bahsli joylar bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi toifa, harbiy xizmatni o'taganlar. Ko'p erkaklar harbiy xizmatim stajga kiradimi deb so'raydi. Umuman olganda muddatli harbiy xizmat davri pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Masalan, fuqaro 1998 yilda armiyaga ketib 2000 yilda qaytgan bo'lsa, harbiy biletida bu davr aniq ko'rsatilgan bo'lsa, shu muddat stajga qo'shilishi mumkin. Bu ayniqsa staji yetmayotgan fuqarolar uchun muhim. Tasavvur qiling, erkak kishi pensiyaga chiqish uchun zarur minimal stajga 1 yil yetmayapti. Uning 2 yillik harbiy xizmat hujjat bilan tasdiqlansa, muammo hal bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ayollar orasida eng ko'p savol mana shu. Men bolalarni uyda boqqanman, bu stajga kiradimi? Har doim ham to'liq ish staji sifatida qaralmasligi mumkin.
Lekin qonunchilikda bola parvarishi davrining ma'lum chegaralarida hisobga olinadigan holatlari mavjud. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki men 10 yil uyda bolalarim bilan bo'lganman. Hammasi stajga kiradi deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Odatda bolaning ma'lum yoshgacha bo'lgan parvarish davri belgilangan maksimal muddatlar doirasida hisobga olinadi. Masalan, ayol 3 nafar farzandni parvarish qilgan bo'lsa, har bir bola bo'yicha alohida hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat faoliyati uzilgan davrlar, ish joyidan ta'til haqidagi buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy ish joyida bo'lib, bola parvarishi ta'tilga chiqqan bo'lsa, bu holatni tasdiqlash osonroq. Agar umuman ishlamagan davr bo'lsa, unda qaysi normaga asosan hisoblanishi alohida tekshiriladi. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan bolani yoki parvarishga muhtoj shaxsni parvarish qilganlar. Bu juda nozik va ko'p e'tibordan chetda qoladigan masala. Agar oilada nogiron bola bo'lgan bo'lsa, ona yoki ota uni doimiy parvarish qilgan bo'lsa, ayrim hollarda bu davr stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda men qaraganman degan gap yetarli emas. Tibbiy xulosa, nogironlik belgilanganligi haqidagi hujjat, parvarish zarurligini tasdiqlovchi ma'lumotlar, yashash manzili, qarovchi shaxsning bandlik holati kabi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Misol uchun, ona 2005 yildan 2015 yilgacha nogiron farzandini parvarish qilgan bu davrda ishlamagan. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, u pensiya stajini hisoblashda qo'shimcha asos sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. 5-toifa yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Bu toifada xatolar juda ko'p. Ko'pchilik men 20 yil bozorda savdo qilganman, demak 20 yil stajim bor deb o'ylaydi. Lekin savol shunday: siz rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz? Soliq to'laganmisiz? Ijtimoiy to'lovlar bo'lganmi? Faoliyatingiz tasdiqlanganmi? Agar fuqaro yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va belgilangan to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, bu davr stajga hisoblanishi mumkin. Agar shunchaki ishlaganman bo'lsa, afsuski, buni tasdiqlash qiyin. Masalan, 2 kishi 10 yil bir xil savdo qilgan. Birinchisi patent, guvohnoma, soliq to'lovlari bilan ishlagan. Ikkinchisi hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan. Pensiya hisobida birinchisining davri ko'proq himoyalangan bo'ladi. Ikkinchisida esa muammo chiqadi. 6-toifa chet elda ishlagan fuqarolar. Bugun juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Savol: chet eldagi ish staji O'zbekistonda pensiyaga kiradimi? Bu davlatlar bilan mavjud shartnomalar ishning rasmiyligi, to'langan sug'urta badallari va hujjatlarga bog'liq. Agar fuqaro chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ijtimoiy sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar bo'lsa, ayrim hollarda bu davr ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, na shartnoma bor, na to'lov bor, na ish beruvchi tasdiqlaydi. Unda bu davrni stajga qo'shish juda qiyin. Shuning uchun men chet elga ishlashga ketayotganlarga hamisha aytaman: rasmiy shartnoma tuzing, ish haqi bank orqali o'tsin, sug'urta to'lovlarini tekshiring, barcha hujjatlarni saqlang. 7-toifa korxonasi tugatilgan, arxivi yo'qolgan yoki hujjatlar buzilgan fuqarolar. Bu holat ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlaganlarda ko'p uchraydi. Ba'zi shirkatlar, kooperativlar, kichik korxonalar yopilib ketgan, hujjatlari arxivga topshirilmagan. Bunday vaziyatda fuqaro umidsizlikka tushmasligi kerak. Bir nechta yo'l bor. Tuman yoki viloyat arxivlariga murojaat qilish, soliq organlaridan ma'lumot so'rash, sobiq korxona rahbari yoki hujjat topshirilgan tashkilotni aniqlash, ish haqi vedomoslarini izlash, kasaba uyushmasi yoki yuqori tashkilot arxivini tekshirish. Ba'zan bitta oddiy ma'lumotnoma butun 5-6 yillik stajni tiklab beradi. Birinchi misol: Dilbar opa 6 yoshga yaqinlashgan. U 1960 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 3 farzandini parvarish qilgan. 2005 yildan 2022 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Pensiya hujjat topshirgandi. 1996 yillardagi davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi so'raldi. Fabrika tugatilgan, lekin viloyat arxivida ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topildi. Natijada 8 yil staj qo'shildi. Bundan tashqari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari va bola parvarishi davri bo'yicha hujjatlar tekshirildi. Agar Dilbar opa bu hujjatlarni yig'maganda pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin edi. Ikkinchi misol: Rustam aka 6000 yoshga kirgan.
U 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan, keyin 12 yil qurilish tashkilotida ishlagan, keyin 8 yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Pensiya hisobida qurilish tashkilotidagi 12 yil chiqdi. Lekin tadbirkorlik davrining faqat 5 yili tasdiqlandi. Nega? Chunki qolgan 3 yil bo'yicha soliq to'lovlari bo'lmagan, faoliyat vaqtincha to'xtatilgan bo'lgan. Rustam aka men baribir ishlaganman-ku dedi. Lekin rasmiy to'lov va ro'yxat bo'lmasa, tizim buni to'liq qabul qilmasligi mumkin. Keyin harbiy bilet orqali 2 yil qo'shildi. Natijada uning umumiy staji oshdi, lekin tadbirkorlikdagi norasmiy davrlar yo'qotildi. 3-misol. Nargiza opa 11 yil uy bekasi bo'lgan, keyin 10 yil bog'chada ishlagan. U mening 25 yil stajim bor deb o'ylagan. Aslida esa uy bekasi bo'lgan davrning hammasi avtomatik stajga kirmaydi. Farzand parvarishi bo'yicha faqat qonunda belgilangan davrlar va hujjatlar asosida hisoblanishi mumkin. Agar bola parvarishi davrlari mos kelmasa yoki maksimal chegaradan oshsa, qolgan yillar oddiy ishlanmagan davr bo'lib qoladi. Mana shuning uchun ayollar pensiyaga chiqishdan oldin o'z stajini oldindan tekshirtirishi juda muhim. 4-misol. Akmal aka 2007-yildan 2016-yilgacha Rossiyada ishlagan. U yerda qurilishda ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy bo'lgan. Faqat 2010-2010-yillarda rasmiy shartnoma tuzilgan va ish haqi bank orqali o'tgan. U O'zbekistonga qaytib pensiya masalasini ko'targanda faqat rasmiy hujjatlar mavjud yillar bo'yicha masala ko'rib chiqildi. 2007-2012 yillarda ish haqi naqd berilgan, shartnoma bo'lmagan, ish beruvchi korxona ham topilmagan. Natijada 5 yillik davrni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Bu juda achinarli, lekin amaliyotda ko'p uchraydigan holat. Endi men eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat har qanday ishlagan davr staj degani emas. Staj uchun ish rasmiylashtirilgan bo'lishi, hujjat bilan tasdiqlanishi, kerak bo'lsa to'lovlar amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Ayniqsa keyingi yillarda ijtimoiy soliq va rasmiy bandlik ma'lumotlari juda muhim. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi xato yozuvlar katta muammoga sabab bo'ladi. Masalan, ishga kirgan sana mening 3990 deb yozilgan, lekin buyruqda 10999 bo'lsa, odatda buyruqdagi sana asos olinadi. Yoki korxona nomi bir joyda Navro'z elitadi. Boshqa joyda Navro'z servis deb yozilgan bo'lsa, bu ham tekshiriladi. Bitta harf xatosi uchun odamning butun staji bekor bo'lmaydi, lekin tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. 3-nozik jihat. Guvohlar orqali stajni tasdiqlash masalasi juda cheklangan. Ko'pchilik men bilan ishlagan 2 kishi guvohlik beradi deb o'ylaydi. Ayrim alohida holatlarda hujjatlar tabiiy ofat, yong'in yoki boshqa sabab bilan yo'qolganda guvohlik masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin bu eng oson yo'l emas. Pensiya organlari birinchi navbatda rasmiy hujjatlarni so'raydi. Guvohlik hamma holatda ham qabul qilinadi deb o'ylamang. 4-nozik jihat. Bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bir vaqtning o'zida bola parvarishi ta'tilida bo'lgan va rasmiy ish joyidan ish haqi olmagan. Bu davr alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Yoki odam bir vaqtning o'zida tadbirkor va ishchi bo'lgan bo'lsa, staj kalendar davr bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni bir yil ichida 2 joyda ishladi deb 2 yil staj bo'lib ketmaydi. Bu juda muhim. Ba'zi fuqarolar men 2 ta joyda ishlaganman, demak 10 yil emas 20 yil staj bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, staj odatda kalendar muddat sifatida qaraladi. 5-nozik jihat ish haqi miqdori va staj alohida tushunchalar. Staj pensiya huquqiga va ayrim hisob-kitoblarga ta'sir qiladi. Ish haqi esa pensiya miqdorini hisoblashda boshqa tomondan ta'sir qiladi. Masalan, 2 odamning staji 30 yildan bo'lishi mumkin, lekin biri yuqori maosh olgan. Ikkinchisi eng kam ish haqiga yaqin olgan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shu sababli faqat stajni emas, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni ham tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Norasmiy ishlash kelajakdagi pensiyani kamaytiradi. Bugun kimdir hozir naqd pul olayapman, menga farqi yo'q deydi. Lekin 10-15 yil o'tib pensiyaga kelganda aynan shu davrlar bo'shliq bo'lib chiqadi. Men buni juda ko'p ko'rganman. Odam umrining eng faol 15 yilini ishlagan, lekin rasmiy hujjatda atigidagi yil ko'rinadi. Shuning uchun hozir ishlayotgan har bir fuqaro mehnat shartnomasi, elektron mehnat daftarchasi va rasmiy to'lovlarni nazorat qilishi kerak. 7-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomasi sifatli bo'lishi kerak. Ba'zida fuqaro arxivdan ma'lumotnoma olib keladi, lekin unda faqat falonchi korxonada ishlagan deb umumiy yozilgan bo'ladi. Pensiya organi esa aniq sanalar, buyruq raqamlari, lavozim, ish haqi
yoki shaxsiy tarkib hujjatlari bo'yicha ma'lumot so'rashi mumkin. Shuning uchun arxivga murojaat qilayotganda pensiya tayinlash uchun ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb aniq yozish kerak. Endi eng kerakli qismga keldik. Agar siz qo'shimcha stajingiz bor deb hisoblasangiz, nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski mehnat shartnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnomalar, tadbirkorlik guvohnomasi, soliq to'lovlari kvitansiyalari, chet eldagi ish shartnomalari, sug'urta hujjatlari. Hamma narsani bitta papkaga joylang. Ikkinchi qadam, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, stajingizni oldindan tekshirtiring. Pensiyaga chiqishga hali 5 yil bor bo'lsa ham bu ishni qilish foydali. Chunki kamchilik chiqsa uni tuzatishga vaqt bo'ladi. Pensiya yoshiga 1 oy qolganda arxiv izlash juda qiyin. Uchinchi qadam, mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Korxona muhri bormi? Rahbar yoki mas'ul shaxs imzosi bormi? Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, masalan qiz familiyangiz bilan ishlagan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni albatta qo'shing. 4-qadam, arxivga yozma murojaat qiling. Og'zaki borib hujjatim bormi deb so'rash yetarli emas. Arizangizni to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan korxona nomini, taxminiy yillarni, lavozimingizni, korxona qaysi tumanda bo'lganini yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarni ham ko'rsating. Arizada pensiya tayinlash uchun ish stajini va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozing. 5-qadam, tadbirkorlik qilgan bo'lsangiz, soliq organlaridan ma'lumot oling. Qaysi yillarda ro'yxatda bo'lgansiz? Qaysi yillarda faoliyat yuritgansiz? Qanday to'lovlar to'lagansiz? Faoliyat to'xtatilgan davrlar bo'lganmi? Hammasini aniqlang. Agar faqat guvohnoma bor, lekin to'lovlar bo'lmasa, bu davrning stajga kirishi bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. 6-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni tarjima va tasdiqlash masalasini o'ylang. Mehnat shartnomasi ish beruvchining ma'lumotnomasi, sug'urta badallari, ish haqi bo'yicha hujjatlar, yashash yoki ishlash ruxsatnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar xorijiy tilda bo'lsa, belgilangan tartibda tarjima qilinishi va zarur bo'lsa tasdiqlanishi kerak. 7-qadam. Rad javobi olsangiz, darrov taslim bo'lmang. Pensiya organidan rad etish sababi yozma shaklda berilishini so'rang. Staj hisoblanmadi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi davr hisobga olinmadi? Nima uchun? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi normaga asosan rad etildi? Buni bilishingiz kerak. Shundan keyin hujjatni to'ldirasiz. Arxivdan qo'shimcha ma'lumot olasiz yoki zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qilasiz. 8-qadam. Hujjatlaringizning nusxasini saqlang. Asl hujjatni topshirganingizda qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat oling. Hujjat yo'qolib qolsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men har doim tavsiya qilaman, hamma hujjatni skaner qiling. Telefoningizda va alohida fleshkada saqlang. Bir nusxasini farzandlaringizga ham bering. Bugun men sizga kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkinligini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, qo'shimcha staj faqat istak bilan emas, hujjat bilan tasdiqlanganda hisobga olinadi. Harbiy xizmat, bola parvarishi, nogiron shaxsni parvarish qilish, rasmiy tadbirkorlik, chet eldagi rasmiy ish, arxiv orqali tiklangan ish davrlari pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin norasmiy ish, hujjatsiz davr, noto'g'ri rasmiylashtirilgan yozuvlar katta muammo tug'diradi. Agar sizda mening falon yillarim stajga kirmay qolgan bo'lishi mumkin degan shubha bo'lsa, kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni yig'ing, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Arxivdan ma'lumot oling va o'z huquqingizni oldindan himoya qiling. Pensiya bu bir kunlik masala emas, bu insonning butun mehnat hayoti natijasi. Sizda shunga o'xshash holat bo'lganmi? Qaysi davringiz stajga kirmay qolgan yoki qaysi hujjatni topishda qiynalgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat kimningdir pensiyasini oshirib, yillar davomida foyda keltirishi mumkin.